Uyingizda ishlatiladigan suvni qattiq yoki yumshoqligi siz o'ylagandan ham muhimroq. Chunki qattiq suv texnikalarga zarar yetkazadi, suv sarfini oshiradi va kundalik qulaylikni pasaytiradi. Bu muammoga esa Judo iSoft at Home filtri bilan yechim topishimiz mumkin. Bu zamonaviy va to'liq avtomatik suv yumshatish filtri bo'lib va u sizga har kuni sifatli suv taqdim qila olish imkoniyatiga ega. Aqlli va ko'rib turganlardek ixcham bo'lgan filtrimiz ikki qismdan iborat bo'lib va uni joylashtirish ham juda ham qulay. Hatto joy kam bo'lgan hududlarda ham muammosiz bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Filtrimiz yuqori unumdorlik bilan soatiga 3 kubagacha suvni o'tkaza oladi. Bu esa kvartiralar, katta uy va kottejlar uchun ham birdek mos kela oladi degan. Filtrimizning komplektida faqatgina buni o'zi emas, yana bir muhim detal, ya'ni QuickSet X bypass klapani ham bor. Bu klapan orqali siz qurilmani oson ulashingiz mumkin. Texnik xizmat vaqtida esa suvni to'xtatmasdan turib bypass qilish imkonini ham beradi. Bundan tashqari u xavfsiz va qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Xo'sh, filtr bizga nima bera oladi? Suvdagi kalsiy va tuzlarni kamaytiradi, 24 ga 7 uzluksiz yumshoq suv bilan ta'minlaydi va albatta aqlli tizimga ega bo'lganligi tufayli avtomatik moslasha oladi. Filtrimizda qo'shimcha qulaylik uchun plug and play funksiyasi mavjud, ya'ni o'rnatasiz, darhol ishga tushadi, ortiqcha vaqt sarflamasdan. Bundan tashqari ko'rib turganlardek displey orqali boshqaruv ham mavjud va eng qizig'i Wi-Fi orqali nazorat qilsangiz ham bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, filtrni uyingizga o'rnatish orqali yumshoq suv, toza jihozlar, kam xarajat, bularning barchasi sizda bo'ladi. Filtr bo'yicha o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni izohga yozib qoldiringlar. Foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun esa bizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin.